Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulevman. Sizlar bilan paxta maydonlarimizni shu kungi holati bo'yicha maslahatlashamiz. Avvalo bugun mana g'alla o'rim yig'imi mavsumida turibmiz. Yana 10 kun shu mavsum davom etadi. Barchani g'alla xirmoniga baraka tilayman. Alloh barakasini bersin. Shu bilan bir qatorda paxta maydonlarimizda agrotexnik tadbirlarni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Bitta narsani sizlarga eslataman, har yili bo'ladigan voqealar. G'alla yig'im terimi tugagandan keyin menga juda ko'pchilik fermer xo'jaliklari telefon qilishadi yoki kelishadi. Kelib bitta gap bo'ladi. Aka, bir hafta g'alla bilan bo'lib qolibman. Aka, bir hafta chalg'ib qolibman. Aka, 10 kun g'alla o'rib qaramay qolibman, paxtam aynibdi. Xo'p, nima bo'pti? O'rgim chiqqanicha me'yordan oshiq bosib qolibdi yoki ko'sak qurticha ko'payib qolibdi yoki chanqatib qo'yibman yoki hosil soni yo'q, o'sib ketib qolibdi. Sug'ortirib qo'ygandim-u, qaramabman. Xuddi shu narsalar har yili bo'ladigan voqealar, har yili bo'ladigan ishlar. Shuning uchun barchani ogohlantirib aytaman. G'alla o'z yo'lida. G'allani yig'ishtirib qo'ydik, o'rsak bo'ldi, topshirsak bo'ldi, uyga tushirsak bo'ldi. Har kuni bir marta paxta maydonlarimizga kiramiz, shu kundagi holatni ko'ramiz. Ogohlantirib aytaman, bu yil viloyatimizda eng ko'p maydonlarda Xitoy navlari ekilgan. Mana bugundan harorat +40 darajaga chiqdi. Bu degani nima degani? Bu degani o'rgimchak kana juda tez, shiddat bilan ko'paya boshladi degani. Ayniqsa mana g'alla maydonlarimizni o'ryapmiz. O'rilgan g'alla maydonidagi hasharotlar, jamiki hasharotlar shira bo'ladimi, o'rgimchak kanami, trepsmi, bularni barchasi paxta maydoniga ko'chadi. Endi bu yerda g'allamizni o'ryapmiz, paxta maydonimizga hasharotlar ko'chib o'tyapti. Kunlik e'tibor berishimiz talab etiladi. Endi ko'pchilik fermer xo'jaliklari ko'ngil xotirjam, menga telefonda ham ko'p gaplashamiz. Men g'allaga tushishdan oldin paxtaga o'rgimchikkaniga qarshi dori sepib qo'ydim. Hop, sepib qo'ydingiz. Shu kungacha bo'lgan, tushgan. O'rgimchikkanani tozaladingiz. Nistaran qo'shib sepgan bo'lsangiz, tuxumini ham qo'shib tozaladingiz. Lekin bu sepgan preparatlarimiz asosan kontakt ta'sir qiluvchi preparatlar. Sepilgan kungacha bo'lgan hasharotni bizga o'ldirib beradi. Lekin g'alla o'rilgan maydonlardan ko'chib o'tayotgan o'rgimchakani o'z navbatida sistemali ko'payishda davom etaveradi. Shu esimizda qolsin. Dori sepib qo'ygan maydondan hech qachon ko'ngil xotirjam bo'lmanglar va har kuni kuzatishda davom etinglar. Endi ko'p fermer xo'jaliklari menga telefon qilyapti-da. Aytayotgan masala deyarli bir xil. Paxtam 40 sm bo'ldi, paxtam 50 sm bo'ldi, paxtam 60 sm bo'ldi. Xo'p, hosil soni yo'q. 4 ta shona, 6 ta shona, 8 ta shona. Xo'p, 50 sm paxtada 10 ta 15 ta shona bo'lishi kerak edi. Nimaga endi 6 ta shona turibdi? Men o'ziga qaytarib savol beraman shu savolni. Bilmadim. Tagiga 250 kilo karbamid berdim. 100 kilo amofos berdim, 50 kilo kaliy berdim, sug'ardim, kultivatsiya 5 marta bo'ldi, rixleniya 2 marta bo'ldi. Nimagadir shunaqa. Buni sababini tushuntirib o'tmoqchiman. Keyin so'rayman, nima suspenziya qildingiz? Suspenziya yana u davom etadi. Karbamid bilan amofosni eritib, kaliy bilan 3 marta sepdim. Endi tasavvurimizga sig'dirib ko'raylik. G'o'za maydonimizni tagiga karbamid, bu azot, keragidan ortig'i bilan solib qo'ydik. Amofos, bu fosfor, keragidan ortig'i bilan solib qo'ydik. Kaliy, bu kaliy, keragidan ortig'i bilan solib qo'ydik. Endi o'simlik ildizi bilan buni yeb bo'kib yotibdi. Endi shu o'simlikni bargidan shu uchala elementni yana qaytarib sepyapmiz. Bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Xo'p, ko'zimizni quvnatadi. Paxta yashnaydi, o'sadi.
lekin hosil soniga hech qanday ahamiyat kasb etmaydi bu. Esimizda qolsin. Ham tagidan, ham bargidan bir xil suspenziya bilan ishlash bu hosildorlikni, hosil sonini oshirishga yordam bera olmaydi. Buning uchun biz hosil shona paydo bo'lishi uchun, shonalar paydo bo'lishi uchun yoki organik kislotalar talab qilinadi, yoki murakkab elementlar, yuqori atom massaga ega bo'lgan elementlar talab qilinadi. Bularga nimalar kiradi? Kobalt, marganez, rux, kalsiy, magniy kabi yuqori atom massali mineral elementlar talab qilinadi. Xo'p, azot, fosfor, kaliyni tagidan ham, bagidan ham berganimizdan keyin bu qo'shimcha hosil qilib bera olmaydi bizga. Men aytgan mikroelementlarni ishlatishga majburmiz. Shuning uchun barchaga eslatma, shu hosil sonini rosa oladigan davrda turibmiz. Hozir g'o'zani bo'yini olish bizga shart emas. Naborot bo'yini ezishimiz kerak, sajan bilan to'xtatishimiz kerak. To'xtatib olib turib yon shoxlarni o'stirishimiz kerak. Yon shox o'sgan bilan unda hosil bo'lish kerakmi? Bo'lish kerak. Buning uchun aytilgan tarkibli suspenziyalarni qayta ishlatishimiz kerak. Har 8 kun, 9 kun, 8 kun, 9 kun, kerak bo'lsa 7 kunda qayta ishlasak, shunda biz hosil sonini ko'payishiga erishamiz. Shunda hosildorlikka erishamiz. Shu barchani yodida qolsin. Mana hozir biz MCHimiz tomonidan 8-9 yildan beri tajribadan o'tib kelayotgan hosil 33 fosfovodar preparatlarini suspenziya hosil sonini oshirishga beramiz. Bular tarkibida men sanab o'tgan mikroelementlarning hammasi yetarli, bor. Buni ishlatgan fermerlar juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun zudlik bilan 1 gektar maydonga g'o'zani holatiga qarab 2 litr hosil 33, 1 litr fosfovodar suspenziyasini sepamiz, sajan bilan birga sepamiz. Shunda o'simlik yoppa hosilga yotishni boshlaydi, qo'shimcha hosil chiqarishni boshlaydi. Buni narxi 64 ming so'mga to'g'ri keladi. Qimmat emas. 1 gektar maydonga 64 ming bo'lsa, 50 gektar maydonga 3,5 million pul bo'ladi. Xo'p, endi vegetatsiya davri o'sgan 60 santimetrga yetib borgan paxta maydonlarimizga 1 gektar maydonga 2 litr hosil 33, 1,5 litr fosfovodar sepamiz. Bu usul 74 ming so'mga to'g'ri keladi. 50 gektar maydonga 4 million degani. Bu hech kimga qimmatli qilmaydi. Faqat qayta 3-4 marta ishlatib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz kutgan hosil ortig'i bilan shakllanadi. Hosil shakllangandan keyin o'z-o'zidan bizda reja bor, plan bor. Oxiri kuzda g'alvirni ko'targanda shu narsadan bilinadi. Endi yana bitta narsa qattiq eslatmoqchiman. Xitoy paxta ekkan fermer xo'jaligi rahbarlariga havo harorati 40 darajadan oshdi bugundan. Zudlik bilan paxta maydonlarini kunlik nazoratdan o'tkazinglar. Sababi o'rgimchikanaga bo'lgan moyillik bizni kuzatishlarimiz bo'yicha Xitoy paxtalarida nisbatan kuchliroq ekan. Shuni ehtiyotini qilinglar. Sizlar bilan Farg'ona o'simlar klinikasi, Vodiy agroklinika MCH rahbari Akmaljon Ma'qulovman. Bu videoni zudlik bilan barcha fermer xo'jaliklariga, tuman, MTP Telegram kanallariga tarqatinglar. Pastda Telegram kanalimizni silkasini qo'yib qo'yaman. Shu silka orqali kirib, o'rgimchikanaga qarshi kurash hamda mana men aytgan suspenziyalarni ishlatish tartiblari bilan o'rganib ko'rib chiqinglar. E'tiborlaring uchun rahmat.